Qo'limda hozir mana shu 1 million pul turibdi. Bu yerda sovg'a bor. Sizlar tanlash imkoniyati bor. Yo mana shu 1 million tanlaysizlar yoki men bu sovg'ani qaysi birini tanlaysiz? Qaysi birini tanlaysizlar? Qaysi birini? Xolajon, qaysini tanlaysiz? Menga farqi yo'q. Mana bu sirli sovg'a, bu 1 million. Ikkala o'qishadi. Bu ikkalovini ham berasiz. Aytavering, tanlayvering xolajon o'zingiz. Mayli sirli bo'la qolsin. Sirli sovg'ani tanlaysiz, a? Dada, sizga ham sirli sovg'a. Sizga pul bor. Menga pul. Yo'q, qarang. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa sovg'a bor bu? Rasmimizda ham bo'lam. Sizlarni rasmiylar emas, 14 kunlik Makka Madinaga umra ziyorati ikkalovilarga. Voy, ana. Xolajon, dada. Ikkalovilar Xudo xolasa Alloh uyiga mehmon bo'lib borib kelasizlar. Alloh sizlarga yetkazdi, shuncha qiyinchiliklarga chidab kelayotgan ekansizlar. Peshananglarga shu kun yozgan ekan Alloh uyiga borib kelish. Sizlarga yana bitta sovg'am bor. Bu ochib ko'ring, ichini elektronniy Qur'on kitobi, ichida hamma narsalari bor. Keling. Sizlarga qilaman. Undan tashqari dada, mana bu sizga bu elektronniy joynamoz. O'zi bossangiz hamma narsalarni aytib turadi. Suralari bor, hamma narsasi bor. Bu ham sizga. Xudo xolasa 2 haftadan keyin mana shu oy oxiriga sizlar umra safariga borib kelasizlar. Birgalikda. Yig'lamanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Alloh o'zi uyiga chaqirdi sizlarni. Tanyoqlar so'g'masanglar, baraka topinglar. Hech bir banda bizga o'xshab qolmasdan. Farzandini yerga qo'yib, farzanddan ayrilmasin. Har bir bandaga nasib qilsin, o'sha yerga borishni. O'ylamadim, bu yoqqa boraman. Birgalikda borib kelasizlar. Alloh shunaqa mehribon. Tanyoqlar sog' bo'lsin. Ilohim hammanglarni obunachilaringlarni ham o'zinglarni ham tanyoqlar sog' bo'lsin. Biringlarga minglarga tuman bersin. Ilohim bizlardan qaytmasa, sizlarga Allohdan qaytsin bolalarim. Ilohim qo'shaqlarim. Yaxshi farzandlarni ota-onasi bo'linglar, ilohim. Har bir bandaga o'shalarga borish nasib qilsin, mana nasib qilgan ekan, ilohim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Shu opalarim borib kelishgan, akalarim borib kelishdi. Mana endi sizlarga bugungi kunga nasib qilgan ekan. Borib kelishsa o'shanda aytardim, kim olib boradi, mana turdim. Men muloqotda bo'lguncha bormadim, yuvmadim, o'ylardim. Alloh bizni obunachilarimiz hammalarini sabab chiqib qo'ygan ekan. Mana bizni nechadir kilometr uzoqdan kelib, masalan, sizlarni tanimasdik-ku biz. O'sha yerdan keldik. Alloh qalbimizga solib qo'ydi-da bizani ham. Biz o'zimizni ham bilmasdan sizlarni qidirib keldik. Nima qilgan bo'lsa, Sizlarga ozgina qiziqroq bo'lsin deb aytdim, bu pullarni sizga. Bo'laman. Avring, xolajon. Tanyoqlar sog' bo'lsin. Ilohim Alloh mo'jizasini qarangki, bu dodajonimiz bilan bu jonimizni umraga jo'natamiz deb niyat qilgandik, hamma ishlari bir kun ichida hal bo'lib ketdi. Bu dodamiz bilan bu jonimizga hali juda ham ko'p yordam berishimiz kerak. Xudo xolasa 14 kundan keyin biz ularni umra safariga jo'natib yuboramiz va undan tashqari bularga baribir u yoqda ishlatib yurishlariga, undan tashqari bu yoqqa kelganlaridan keyin ham baribir yana
keksa odam, har xil xarajatli bo'ladi, kasal bo'lishlari bor. Ko'proq yordamlar kerak. Siz ham aynan qalbingizga solib qolgan bo'lsangiz, Alloh yo'lida yordam beraman degan bo'lsangiz, hozir o'zida ehson qilishingiz mumkin va bitta narsani unutmang. Ehson qilish uchun, kimgadir yordam berish uchun boy bo'lish shart emas. Yuborsang o'zingni yoningga yubor. Chaqirsang o'zingni qoshingga chaqir. Yuborsang o'zingni yoningga yubor. Chaqirsang o'zingni qoshingga chaqir. Ko'zimdan o'tolmay sarkashda